Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tasavvur qiling, siz yillar davomida mehnat qildingiz. Bor kuchingizni, vaqtingizni va sog'lig'ingizni bitta maqsadga tikdingiz. Lekin oxirgi soniyada hammasi barbod bo'ldi. Natija nol. Endi o'zingizga xolisona javob bering. Shu paytda siz mag'lubmisiz? Butun umringiz behuda ketdimi? Biza shunchalik darajada natijaga qul bo'lib qolganmizki, agar qo'limizda moddiy bir yutuq ko'rinmasa, o'zimizni yo'qlikka hukm qilamiz. Lekin dunyoni bir siri borki, uni anglagan odam hech qachon mag'lub bo'lmaydi. Bu sir bizga 1400 yil oldin ochib berilgan. Va albatta, inson uchun faqat o'zi qilgan harakatigina qolur. Najm surasi 39-oyat. To'xting. Bu oyatni 1000 marta eshitgan bo'lishingiz mumkin. Lekin bir soniyaga tafakkur qiling. Nega Alloh natijasi qolur demadi? Nega u sizni muvaffaqiyatingizni emas, balki aynan harakatingizni abadiylikka muhrlashini aytdi? Agar siz natijani hayotiy mazmuni deb bilsangiz, siz zanjirbandsiz. Agar siz harakatni ilohiy bir imkoniyat deb bilsangiz, siz ozodsizsiz. Bugun biz siz bilan mana shu natijani ikkita yuzi haqida gaplashamiz. Biri odamlar ko'radigan va tez orada u chiriydigan zohiriy natija. Ikkinchisi esa Alloh ko'radigan va bizdan hech kim tortib olmaydigan botiniy natija. Agar siz hozir hayotingizda nega natija yo'q deb qiynalayotgan bo'lsangiz, demak bu dars aynan siz uchun bo'lib o'tadi. Keling, avval bitta haqiqatni kelishib olaylik. Bizda yashab turgan dunyo sabablar olami. Bu yerda ekilmagan urug' ko'karmaydi. Bizda natija muhim emas deganimizda aslo dangasalikni yoki taslimiyatni nazarda tutmaymiz. Aksincha, siz o'z ishingizni eng mukammal darajada qilishga majbursiz. Bu sizni bu dunyodagi odoblaringizdan bittasi. Ko'pchilik mana shu yerda adashadi. Ular harakatni qilishadi-yu, natijani men yaratdim deb o'ylashadi. Mana shu nuqtada biz taslim bo'lamiz. Chunki biz faqat harakatga mas'ulmiz, natijaga emas. Buni tushunish uchun, misol uchun, kamonchini holatini ko'z oldingizga keltiring. Kamonchi o'qni nishonga urish uchun bor mahoratini ishga soladi. Kamonni eng sifatlisidan tanlaydi. Ipini kerakli darajada tortadi. Nafasini rostlaydi. Mana shu uni harakati. Ammo o'q yoyidan chiqqandan keyin kamonchini ixtiyori tugaydi. To'satdan shamol turishi mumkin. Agar o'q nishonga tegmasa, bu kamonchini mahoratsizligini anglatmaydi. U o'z vazifasini bajarib bo'ldi. Tasavvuf olimi Ibn Atolloh Iskandariy aytadilarki, tani harakating ostidagi g'ayrating taqdir etilgan pardalarni yorib o'tolmaydi. Ya'ni siz qanchalik qattiq harakat qilmang, natija baribir ilohiy taqdir chizig'ida sodir bo'ladi. Bu bizni mas'uliyatdan ozod qilmaydi, balki bizani natija bo'lmasa nima bo'ladi degan qo'rquvdan ozod qiladi. Endi eng nozik sirga ham yetib keldik. Nega Alloh faqat harakating qoladi dedi? Chunki natijani ikkita yuzi bor. Zohiriy natija bu odamlar ko'radigan va vaqti kelib yo'q bo'ladigan narsalar. Bunga pul, unvon, maqtovlar kiradi. Botiniy natijaga esa o'sha harakat jarayonida sizni ichingizda sodir bo'lgan inqilobdir. Siz sabr qilishni o'rgandingiz,
nafsingizni yengdingiz, tavakkul lazzatini topdingiz. Bu shunchaki chiroyli so'zlar emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham aytib o'tganlar. Albatta Alloh sizlarni suratlaringizga va mol dunyolaringizga qaramaydi, balki qalbingizga va amalingizga qaraydi. Mana tushunmoqchilarmi? Misol uchun deylik, sizni 10 million dollar topganingiz bu bandalar uchun natija. Ammo o'sha pulni topish yo'lida kimga aylanganingiz bu Alloh uchun natija. Natija kechiksa nima qilish kerak bo'ladi? Agar hozir hayotingizda natija ko'rinmayotgan bo'lsa, demak siz hozir pishish jarayonida bo'lasiz. Alloh natijani kechiktiradi. Chunki siz hali o'sha natijani ko'tarishga botinan tayyor emassiz. Yoki sizga bundan ham buyukroq sovg'a tayyorlamoqda. Eng katta mag'lubiyat bu natijaga erisha olmaslik emas. Eng katta mag'lubiyat natija bo'lmagani uchun harakatdan to'xtash va umidsizlikka tushishdir. Umidsizlik esa haqni irodasiga shubha qilishdir. Mana zohiriy natija bu shunchaki o'tkinchi soya. Botiniy natija esa sizni asl qiymatingizdir. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Agar natija bizni qo'limizda bo'lmasa, unda nega sabablar ketidan yugurishimiz kerak? Shunchaki tavakkul qildim deb o'tirsak bo'lmasmidi? Bu yerda tasavvufni eng go'zal nozikligi yashiringan. Biz yashayotgan bu dunyo sababiyat olami. Alloh taolo bu dunyoni shundoq nizom bilan yaratdiki, u o'z qudratini sabablar pardasi orqasiga yashirdi. Hazrati Mavlono Rumiy aytganlaridek, sabab bu ilohiy bir zanjirdir. Siz sababni ushlaganingizda aslida o'sha zanjirni nariga uchida turgan Xoliqni irodasini ushlagan bo'lasiz. Sabablarni mukammal bajarish bu natijani ta'minlash uchun emas, balki Parvardigorga bo'lgan odobdir. Siz bog'bon sifatida yerni eng chiroyli holatda haydaganingizda, ey Robbim, men sen bergan sabab olamini qonunlarga bo'ysundim, sen buyurgan mehnatni qildim, endi marhamatingni kutaman deb tilsiz duo qilayotgan bo'lasiz. Agar siz sababni qilmasdan turib natija kutsangiz, bu tavakkul emas, bu nodonlik va tanballik bo'ladi. Agar sababni qilib qo'yib, men qilganim uchun bo'ldi deydigan bo'lsangiz, bu shirk va kibrga kiradi. Haqiqiy mo'min kishi ikki olam orasidagi muvozanatni topa olgan insondir. U eng yaxshi loyihani chizadi, eng ko'p mehnatni qiladi. Lekin kechqurun boshini yostiqqa qo'yganda, Robbim, men sababimni qildim, natijasi senga omonat deb xotirjam uxlaydi. Mana shu taslimiyat insonni ruhiy kasalliklardan, tushkunlikdan va doimiy qo'rquvdan qutqaradigan yagona najot yo'lidir. Ayrim odamlar natijani tasodif deb o'ylashadi. Lekin tasavvuf ahli dunyoni sababiyat olami deb tushuntirishgan. Ya'ni bu dunyoda har bir holatni ortida sabab bor. Hech narsa bekordan bekorga yuz bermaydi. Inson bugungi hayotini kechagi fikrlari, odatlari va qarorlari bilan qurgan bo'ladi. Ertangi kuni esa bugun nima ekishidan paydo bo'ladi. Dehqon yerga bug'doy ekib, paxta kutib o'tirmaydi-yu. Ammo inson ba'zan salbiy fikr ekib, tinchlik kutadi. Dangasalik ekib, muvaffaqiyat kutadi. Nafsga ergashib, qalb halovatini kutadi. Holbuki natija sababni mevasi. Tasavvufda nafs bilan kurashishning muhimligi ham shunda. Ichkarini o'zgartirmasdan tashqi hayotni o'zgartirish qiyin. Chunki insonni botini uni taqdir eshiklarini ochuvchi markaz hisoblanadi.
Ba'zi odamlar nega hayotim o'zgarmayapti deb so'rashadi. Ammo har kuni bir xil fikr, bir xil muhit, bir xil amal bilan yashaydi. Chunki insonni botini uni taqdir eshiklarini ochuvchi markaz hisoblanadi. Sabab o'zgarmasa, natija ham o'zgarmaydi. Shuning uchun ham oriflar kim yangi hayotni istasa, avval o'zini o'zgartirsin deyishgan. Ehtimol sizni ertangi taqdiringiz aynan bugungi bir qaror ortida turgandir. Inson ko'pincha natija kelganda hayron bo'ladi. Aslida esa natija uzoq vaqt davomida qilingan kichik amallarni yig'indisi. Masalan, bir kunlik g'azab insonni yomon qilib qo'ymaydi. Lekin har kuni ichda g'azab saqlayversa, bir kuni uning butun fe'liga aylanadi. Bir marta qilingan sabr ham insonni orif qilib qo'ymaydi. Ammo har kuni nafsiga qarshi kurashgan odamning qalbida nur paydo bo'la boshlaydi. Sababiyat olamining eng qiziq joyi shundaki, odamlar ko'proq tashqi natijani ko'radi, lekin ichki sabablarni ko'rishmaydi. Masalan, kimdir tinch yuradi, siz uni yuzidagi sokinlikni ko'rasiz. Ammo u sokinlik ortida balki kechalari qilingan duolari bordir, tavbalari bordir, yutilgan g'azablari bordir, singan nafslari bordir. Yoki aksincha, kimnidir hayoti parchalanib ketadi. Odamlar buni tasodif deb o'ylashadi. Lekin u parchalanishni urug'i balki yillar oldin qalbda ekilgandir. Tasavvuf ahli shuning uchun qalbga qattiq ahamiyat bergan. Chunki qalb natijalar tug'iladigan joy. Avval fikr paydo bo'ladi, fikrdan xohish paydo bo'ladi, xohishdan amal paydo bo'ladi, amaldan odat, odatdan esa taqdir shakllanib boradi. Insonning hayoti ko'pincha bir katta qaror bilan emas, takrorlangan kichik amallar bilan o'zgaradi. Shuning uchun ham ba'zi oriflar sen har kuni nima qilayotgan bo'lsang, kelajaging shu deyishgan. Bugungi darsimizning xulosasi shu ediki, harakat qilishdan charchamang. Lekin natijaga ham qul bo'lib qolmang. Bugundan boshlab o'zingizga shu narsani ayting. Men bu ishni natijasi uchun emas, balki shu harakat meni tarbiyalayotgani uchun yoqtiraman deb ayting. Agar qalbingizda xotirjamlik bo'lsa, demak siz eng katta natijaga erishibsiz. Qolgan hammasi vaqti soati bilan keladigan sovg'alardir. Agar bugungi suhbatimiz qalbingizdagi qaysidir savollarga javob bo'lgan bo'lsa, keyin hayotida natija kutib charchaganlar, tushkunlikka tushib qolgan yaqinlaringlar bo'lsa, bu videoni ularga ulashib qo'yinglar. Ularni ham qalbiga xotirjamlik kirishiga sababchi bo'lib qolinglar. Bugungi mavzu bo'yicha ichki kechinmalaringizni, fikrlaringizni albatta izohlarda qoldiring. Ma'naviy sayohatimiz davom etishi uchun esa kanalga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Harakatingiz barakali, botiningiz nurli bo'lsin.